Bugun biz siz bilan atom tarkibi haqida gaplashamiz. Atom tarkibi haqida gapirishdan avval atom nima ekanligi haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lishimiz kerak. Atom bu musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida harakatlanuvchi manfiy zaryadlangan elektronlardan tashkil topgan elektron neytral zarracha. Ana endi men sizga mana shu juda ham murakkab tuyulgan gapni osonroq tilda tushuntirib beraman. Ko'pchilik kimyo ustozlari atom haqida dars o'tayotganda atomni quyosh sistemasiga o'xshatishadi. Ya'ni o'rtada quyosh, u yadro va uning atrofida sayyoralar, elektronlar harakatlanadi deyishadi. Men bugun mana shu o'xshatishdan ozgina uzoqlashishga harakat qildim. Tasavvur qiling, atom bu stadion, ya'ni futbol o'ynaladigan stadion. Stadionda esa ikkita qismi bor. Tomoshabinlar o'tiradigan qism va futbol o'ynaladigan qism. Stadion o'rtasida ikkita jamoa futbol o'ynashadi va atrofda esa tomoshabinlar ularni qo'llab-quvvatlab turishadi. Agar stadionni atom desak, demak atom markazi bu yadro. Ya'ni futbol o'ynaladigan maydon bu yadro. Markazda ikki xil jamoa futbol o'ynashadi, to'g'rimi? Yadroda ham ikki xil zarracha, proton va neytron bo'ladi. Yadro atrofida esa elektronlar harakatlanadi. Ya'ni markazda o'ynayotgan o'yinchilarni qo'llab-quvvatlab turishadi. Demak, yaxshilab eslab qolamiz. Atom markazida yadro joylashgan, yadroning ichida esa proton va neytron zarrachalari mavjud, yadro atrofida esa elektron zarrachalari aylanib yuradi. Menimcha atom haqida sizda yaxshigina tasavvur uyg'ondi. Videoning keyingi qismida proton, elektron va neytron haqida gaplashamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang.